Yaşlanıştın birəsininki soğuk düşüp ölüp gitişi, maşını soğuk ötüşü, ma'lum a'zası sunup gitişi, mujna ahvallarını kep çıkmaydı degen olmaydı. Ama moşundaq bir xatardan saqlanish uchun, bir balaning hayotini qo'lga keltirish uchun minglab balani laqva qilib qo'yish bu nimadan darak berdi deganda yaramsiz avlod tarbiyalashdan darak berdi. Şuna bu yerda ota-onalarda ozroq tavakkulchilik ro'yi, sinab beqish ro'yi, qurbon berish ro'yi bo'lish kerak. Minglagan bir millatning minglagan avlodlarining laqva bo'lib qolishiga unda qarab turadigan bunday yaramaslikni sodir qilmaslik kerak. Cho'qim tavakkulchilik ro'yi bo'lish, sinab beqish ro'yi bo'lish, bolalarningki faoliyat erkin faoliyat qiladigan irodasi bo'lish kerak. Bo'lmasa bolalar mangu irodasi chaniqmaydi. Qiyinchilikqa bardoshlik berolmaydi, o'zi duch kelgan masalalarni o'zi hal qila olmaydi. Ota-onasining hal qilib berishini, ota-onasininki o'rinlashtirib berishini kutib saqlab o'tirdi. Demek turmuşda mushundaq kenguru balaları, yani ota-onasining muhofazatida ko'ngil bilish ostida cho'ng'ilgan balalar oxirgi hisobda qandaq ijtimoiy oqibat paydo qildi deganda biz boya aytgandek bir yaramsiz, laqva, bo'lumsiz bir avlodni barliqqa keltirdi. Shuning bilan xalqning bolalari taqqiy olmashsa, bizning bolalarimiz past turib olqish yog'dirdigan, xalqning bolalari zo'r tavakkulchiliklarni, ijodchanliklarni qilib kishilarni hayron qoldirsa, bizning bolalarimiz davomli televizorning oldida yoki so'rinlarda turib ularga havaslanadigan va mushundaq bir bolalar bo'lib chiqdi. Nima uchun biz bu dunyoda boshqalarga havaslanib yashaydi ekanmiz? Nima uchun bizmi tavakkul qilib boqmaymiz? Nima uchun bizmi ijod qilib boqmaymiz? Nima uchun bizmi qurbon berish xarakterlik ba'zi sinab beqishlarni amalga oshirmaymiz? Bizning hayotimiz, bizning salomatligimiz, bizning go'sht so'ngaklarimiz shuncha qimmatlikmi? Xalqning shuncha qadrsizmi? Demak, bir haqiqatda putingizni sunib ketishi sizning balangizning beshiga kelgan bo'lsa hech gap emas. Ya'ni minglagan oilalardagi bolalar sog'lom o'sib ketishining muhitiga erishgan bo'ldi. Sizmi balangizni qo'rib, menmi qo'rib, umi qo'rib, bumi qo'risish deganda oxirgi hisobda yaramsiz bir avlod barliq keldi. Bir oiladan bir bolaning chiqqan bo'lishi hech nima tushundirmaydi. Bu hatto bir jamiyatningki to'g'ri, durust harakat uchun to'layotgan muayyan badal u. Şuna tavakkulchilik xarakterdagi ishlarda cho'qim ozroq badal bo'ladi. Ammo ozroq badaldan qo'rqib, hammamiz bolamizni kengurodek muhofazat qilsak, oxirida qo'sqimizdagi xaltadan tushmaydigan, itkimizdan tushmaydigan, quchqimizdan tushmaydigan, uyda turib derazadan taloq qaraydigan ashunda bolalar oldi. Menga bir qatim bir janubdan kelgan bir ota-ona o'zininki oddiy bir ishni shunday qiziqarli jonliq ifodalab bergan. Ular kelganda Urumchida qayg'ib ketibdi. Qayg'ib ketgandan buning bolalari chiqib, o'ylada qaytishib, pomudaqlashib, mangizlari qizirib, ikki bolasininki. Tayalab, ay manqillari chaplashib ketibdi deydi. Ammo birinchi qavatdagi qo'shni uyda ikki bola derazadan shunday qarab turdi deydi bolalar. Mana chiqinglar dedim deydi. Yo'q deb unimi deydi bolalar. O Urumchi bolalari, derazaning ichidagi bolalar Urumchi bolalari. O qodi pomulaqshib o'ynab yurgan bolalar, ular janub bolalari. Demek yizdan kelgan, qishloqdan kelgan bolalar. Endi siz qaysi bolaning hayotiy kuchi, yashash iqtidori kuchli bo'ldi deganda derazaning ichidagi bolalarning ojiz bo'ldi. Derazaning sirtidagi bolalarning kuchli bo'ldi. Qaysi bolaning turmushdan oladigan huzuri kuchli bo'ldi deganda derazaning ichidagi bolalarning huzuri oz bo'ldi, derazaning sirtidagi bolalarning huzuri kuchli bo'ldi. Endi qaysi bolalar turmushdagi qarab to'g'ichiga aylandi deganda derazaning ichidagi bolalar xalqning ijodiyatiga, xalqning muvaffaqiyatiga, xalqningki yengilliklariga, xalqningki nurg'un o'zgacha harakatlarga qarab turadigan passiv odamga aylandi. Sirtdagilar deganda hayotdagi, turmushdagi muhim ishlarga qatnashadigan aktiv ro'yxatga ega bolalar bo'ldi. Shuna biz bolalarimizni derazaning ichida shunday chekatgidek qarab turadigan bichora bolalarga aylantirib qo'ymaydi. Bizning bolalarimiz qorlarda pomulaqishib o'ynasin. Ozroq kiyim kechakları yolub kesse, layıb kesse, hech nima bo'lmaydi. Kiyiming layıb ketadi, kiyiming jitilib ketadi, sovuq o'tib qoladi deydigan mushundaq gaplarning hammasi bolalarni oxirgi hisobda ojiz, bequvol, derazaning ichida marab o'ltiradigan mushuksimon bolalarga aylantirib qo'ydi. Biz buni mening bolam ham shunday deb o'ylab qolmanglar. Butkul millatning bolasi oxirgi hisobda shunday bo'ldi. Demak, buningdan odamni cho'chitadigan bir yomon oqibat kelib chiqadi. Shunga bir bolaninki sovuqda qo'lining to'nglab qilishi, bir bolani mashinadan so'qib o'tishi, bir bolaninki bilikining uzilib ketishi biz millatninki avlodlarining yaramliq bo'lish uchun to'laydigan cho'qim to'lashga tegishli bir aqalli badal u. Unchalik narsaga badal to'lash yangi bo'lmasa bir millatninki kelajagini qanday qo'lga keltira olamiz?
Bu hayat degan mehmon bo'lish emas. Bu hayat degan mushaqqatni yengish, raqobatga qatnashish, boshqalar bilan elishish, chelishish orqali o'zining muvaffaqiyatlarini, o'zining baxtini qo'lga keltirish jarayoni. Hayotda hech kim sizga marhamat deb yo'l ochib beradigan ish yo'q. Hech qachon sizning bolalaringizga yuqori suratli tosh yo'ldan o'rin beradigan ish yo'q. Tog'davallardan oshadigan, daryolardan uzadigan, cho'llarni kezdigan, qiyin mushaqqatli kunlarni boshdan kechiradigan bir avlod yetishib chiqadi bizning. Ammo uni yengamiz deganda, uni yengamasa, u davondan atlamay turib mag'lub bo'ldi. U patqoqni kechmay turib o'ltirib qoladi. Demak, biz bolalarimizga nisbatan u qadar ojiz bolalarni keltirib chiqamaylik. Millatninki kelajagini oiladillig'ni nobud qiladigan, bundaq ilmiy bo'lmagan, jiroqni ko'rolmaydigan shaxsiyatchilik tipidagi yoki shaxsiyatchilik iddiasi kuchli ota-onalardan bo'lib qolmaydi. Bizga botir avlod kerak, irodali avlod kerak, qurbon berish ro'yiga avlod kerak. Shunga biz bolalarimizni bu jihatdagi nurg'un tarbiyalarni maktabda ko'radi deb ham xayol qilmaydi. Bu jihatdagi nurg'un tarbiyalarni jamiyatdan oladi deb ham xayol qilmaydi. Nurg'un narsalarni ota-onalar rag'batlantirishi, o'rinlashtirib berishi yoki bo'lmasa ularga fursat, bo'shliq berish kerak. Hamma harakat onglik bo'lish kerak. Bu narsalarningki bir odamningki yaramliq bo'lib yetilib chiqishi nurg'un narsalarga bog'liq. Shunga turmushdagi har bir fursatni qo'ldan bermaslik kerak. Masalan, kechlik tomoq deyni, kechlik tomoq so'rini cho'qim intayin sog'lom bo'lgan ideya almashtirish bolalar bilan fikr almashtirish so'rini bo'lishi kerak. Bir tarafdan tomoq yegach, bir tarafdan muhim masalalar ustida bolalar bilan paranglish kerak. Bolalarni o'zininki shu masalalar haqida ko'z qarashini, parangini o'tirib qo'yib beqish kerak. Buni o'rtaq muloyiza qilib, to'g'ri yakun chiqarish kerak. Ota-onalar shu hayvonga o'xshash tomoqni yeb qo'yib gap qilishmaydigan, qo'sg'on to'ydimi, endi darsdan o'rgan deydigan bundaq shakldagi tarbiyadan cho'qim voz kechish kerak. Bular oila tarbiyasi emas. Bundaq muhitda bola tarbiyalanmaydi. Biz bolalarning har bir ushshaq harakatiga, oiladagi har bir ushshaq faoliyatlarni avlod tarbiyalashning muhim fursatiga aylantirishimiz kerak. Masalan, bolalarning tug'ilgan kunini o'tkazib berganda deydi. Garchi bizning e'tiqod sistemamizda bolalarning tug'ilgan kunini o'tkazib berish deydigan bundaq urf-odat quvvatlanmasimi, ammo biz shuni tan olishga majbur bo'ldikki, hozir bizningki shahar turmushda bolalarning tug'ilgan kunini o'tkazib berishdan iborat bu odat umumlashyapti. Hamda u umumlashgankan, bu umumlashgan ahvolni biz qanday qilganda avlod tarbiyalashning yaxshi fursatiga aylantira olamiz degan masalani izlanishimiz kerak. Biz mayli foydali ishlarga duch kelaylik, mayli foydasiz ishlarga duch kelaylik, har bir foydali yoki foydasiz ish bo'lsin, hammasini ijobiy oqibat keltiradigan bolalarni tarbiyalashning yaxshi fursatiga aylantirishimiz kerak. Masalan, bolangiz o'zininki eng yaqin do'stlaridan bir nechini chaqirib, o'zining urug' tuqqanlarining bolalaridan bir nechini chaqirib tug'ilgan kunini o'tkazmoqchi yoki siz buni o'tkazib bermoqchi. Mushunda vaqtda bolani tarbiyalashning bir fursati nima deganda, bu bolaga manda deyish kerak. Bolam, sen oldi bilan kimni chaqirsan, nimalarni olamiz, mehmonlarni qanday kutamiz, mushani bir-birlab yezib chiq deyish kerak bolaga. Buni ota-ona o'zi qilib bermay, oldi bilan bolalarga yozdirish kerak. Shuningdan keyin bolalarda bir xil tashkillash qobiliyati itildi. Ma'lum ishlarni tartibli qilish odati shakllandi. Shunga mehmon kutish degan unda oson emas. Ash mehmonlarni kutgan vaqtda nimani avval qo'yish, nimani keyin qo'yish, nimalarni oldin tayyorlash, nimalarni olish, nimalarni olmaslik, qaysi tomoqni etish, qaysi tomoqni etmaslik, qaysi tomoqdan keyin qaysi tomoqni qilish, qaysi o'quvchi nima qiladi, qaysi tuqqini nima qildi, mushlarning hammani bolaga o'rinlashtirib bola ashundaq o'rinlashtirishdan bir nechini qilib baqsa, birinchi qatim kamkuta bo'lsa, ikkinchi qatim mukammalroq bo'ldi. Keyinchi ashunda ishlarni bola tabiiy o'rinlashtira oladigan bo'ldi. Demak, mehmon chaqirish, to'y to'kin, nazar chiraqda bayotida keyin yuz beradigan ishlarga kelganda bola tamtirab qolmaydi yoki bo'lmasa ojizligini ifodalamaydi. Men qila olmayman unda ishlarni deb turgan o'ziga o'g'a ishonchisi oshadi. Shunga bolalarningki o'ziga o'rinlashtirish kerak. Ikkinchidan shu vaqtda bolalarga shu tug'ilgan kunini o'tkazish uchun ketadigan pulni bolaning o'ziga xarjlash kerak. Albatta bolaning o'zining puli yo'q. Ota-ona pulni beradi. Ammo bergan pulni bola bir-birlab sarf qilib, unda bo'lsa, mushunchalik pul berma bolam. Mush pulni sen shu boshdagi o'zing o'rinlashtirgan yoki tuzib chiqqan loyiha bo'yicha
xajlab baqqanda balni pul xajlashga o'zingiz yanada turing. Ba'zi narsani o'zi olaversin bo'ladi. Ba'zi narsani elishga agar cho'qim siz yanada turib berishga to'g'ri kelsa, yanada to'g'izib savdo qilishga o'zini qo'yib turing. Bu orqali bola ash pulni yetkazish uchun tejashlik bo'lishdan iborat. Savdo qilishda qarshi taraf bilan muvofiq so'zlarni ishlatib, savdo qilishdan iborat mushundaq hunar, ba'zi odatlarni tabiiy holda o'rganadi. Endi mushunchalik fursatni siz balangizga bermay, balam men seni yaxshi ko'raman, guldek o'tkazib beraman, savoqdoshlaringning tuqqanlarning og'zida qog'idek qilib o'taman, ko'zda o't chiqarib o'tamiz, xotirjam bo'l desangiz, bu aliq ahmoq ota-ona bo'lamiz. Balalarni yaxshi ko'rdiganlar, yaxshi ko'rdiganligingiz rost, ammo balangizni tarbiyalashdan shundoq muhim fursatni qo'ldan berib qo'ydingiz. Faqat balangizmi maqtanib oladi, sizmi balangizning oldida bir xil xushomat xarakterlik ota-onaga aylanib olasiz. O balangiz savoqdoshlarining oldida maqtanib oladi sizdan yaxshi o'tkazib berganligingizdan. Siz balangizga bir yaxshi tug'ilgan kunni o'tkazib berish orqali balangizning qalbida men yaxshimikanman balam, men degan mo'yinmikanman balam, seni yaxshi ko'ramdikanman balam deydigan mushundaq bir xil xushomat tusidiki ota-onaga aylanib qilishdan iborat bir xil harakatni ifodalagan bo'lasiz. Shunga har bir uşaq harakatda nihoyat muhim, nozik, inchik taraflar bor deb aytamiz. Şuna bizningki ta'kidlaydiganimiz oila ma'rifi yoki oila tarbiyasi undaq odatlik narsa emas. Uni yo'g'on gaplarni qiladigan, ammo eng ushshaq odatlik ishlarni amalga oshiradigan bir fursat deb bilish kerak. Hamda oila tarbiyasini ham yo'g'on gaplarni qiladigan dedim, biz boshda degan oila tarbiyasida bolalarga nisbatan axloq, ko'z qarashini, muhabbat, nafrat ko'z qarashini, halol haromlik prinsiplarini, to'g'ri xatolik o'lchamlarini singdirib minishimiz kerak degan. Bular hayotdagi cho'ng narsalar, turmushning nihoyat muhim prinsiplari. Chunki oila bolalarningki mayli yaxshi, mayli xususiyatlarining yetiladigan bo'shigi. Agar u oila odam tarbiyalashga mos keladigan, muhiti odam tarbiyalashga tushadigan yaxshi oila bo'lsa, bu oilada yetishib chiqqan bolalarningki ko'pinchisi, hammasi yaxshi bo'ldi demasakmi, ko'pinchisi yaxshi bo'ldi. Agar oila muhiti bek nachar bo'lsa, odam tarbiyalashga mos kelmasa, bundaq oila cho'ng bo'lgan bolalarning hammasi nachar bo'lmasa-mu, ko'pinchisi nachar bo'ldi. Shuna biz bu nuqtani cho'qim oydinlashtirishimiz kerak. Hozir ota-onalarningki, masalan, oilalarningki odam tarbiyalashdagi zarur bo'lgan muhit yetarlikmi deganda, uni nimaga bog'laysan degan ota-onalarning saposi. Shu ota-ona faqat beqish tipidagi ota-onami yoki tarbiyalash tipidagi ota-onami degan bu masalalarni oydinlashtirilishi kerak. Unda u mustabid tusdagi ota-onami yoki yaxshichaq ota-onami yoki bo'lmasa masalalarga yuza qaraydigan ota-onami, bularni oydinlashtirilishi kerak. Mushundaq narsalarni oydinlashtirmagan ahvolda ota-onalarning tipini oydinlashtirmagan ahvolda o'zingizga diagnoz qo'ya olmaysiz. Men qanday ota-ona? Men yaxshichaq ota-onami, faqat bolasini yaxshi ko'radigan ota-onami yoki bolamga o'zimningki hayotda amalga oshirolmagan ishlarimni amalga oshirg'izish uchun uni qil, buni qil, onda ani o'rgan, mani o'rgan deb o'zimningki orzu armonlarimni tanadigan ota-onami degan mundaq mustabid tipdagi bolalaringizni o'zingizning shaxsiy mulki qatorida ko'radigan mushundaq ota-onami degan narsani siz o'ylab Mushunga o'zingizni tatbiqlamasangiz, o'zingizni tahlil qilishingiz, o'zingizning harakat usulini tahlil qilishingiz to'g'ri ilmiy bo'lmay qoldi. Ammo oraliqda yuza ota-onalar deb bir gapni eshitib qoldim. Bolalar tarbiyasidagi yuza tushuncha bilan bola tarbiyalaydigan bir ota-onalar. Hamda bu yerda nima nazarda tutdim deganda, ba'zi bir gol ota-onalar ular turmushda bolalarning kichikgina bir ishlarini ko'ribligidan bolalardan yaxshi bola bo'lyotdi, to'g'ri bola bo'lyotdi, to'g'ri odatlarni yetiltiryotdi depligidan xotirjam bo'lib qoldi. Texim ilgirlab, texim yaxshi odatlarni, ko'z qarashlarni umumlashtirishga sal qaraydi. Bunda ota-onalar mustabid emas, bolalarini xo'rlamaydi, uvmaydi, qo'rqitmaydi. Ammo bolalarga nisbatan muayyan nupuzi bor. Hurmati bor bolalarning qalbida. Yana bir jihatdan bunda ota-onalar bolalarga xushomat qilmaydi. Degandan keyin yaxshicha qiladigan, bolalarim mani qilib bersam xush bo'lamsa bo'lam, unda qilib bersam meni suyamsa bo'lam deydigan manda ota-onalar emas ular. Ular bolalarga nisbatan xili hurmat, inovat, safosini saqlab qolgan ota-onalar bor. Mushunda ota-onalarning ichida bir turkum yuza ota-onalar bor. Bular bolalari ba'zi harakatlarni qilishligidan shuni ularga qo'shib qoladi. Masalan, qizlari bo'lsa, beshiq yog'li qolsa, o bolam bek yaxshi bo'lib ketadi. Bek yaxshi bo'lib ketmaydi. Bir yaxshi odatni umumlashtirgan bo'ldi. Bek yaxshi bo'lib ketish degan cho'ngi shu.
bir to'g'ri ishni, bir yaxshi odatni umumlashtirsa, u faqat bir narsa u. U hammaga tam emas. Shunga ba'zi an'anaviy urf-odatlarimizga, e'tiqod sistemimizga uyg'un keladigan ishlarni, odatlarni balla oilada shakllantirsa, qilsa, shuning bilan balam yaxshidan bo'lib ketdimki deb ham xayollanmaslik kerak. Hoji bo'lish albatta har bir musulmon sharaf topildigan harakat, ammo hojining hammasi sharafli emas. Ne noahli qo'ymichi eski hojilar bor. Shuning o'xshash biz ba'zi ishlar bilan ham qanoat qilib, xo'sh bo'lib balamiz qaltis odam bo'lib ketgandek o'ylamaylar. Bunda yuza oddiy odam bo'lib qolmaydi. Balamiz bir yaxshi odatni umumlashtirsa, faqat bir ishi yaxshi bo'lgan hisoblanish kerak. Hamma taraf yaxshi bo'lgan bo'lsa olmaydi. Unda ko'z qarash qilib olsak, yuza ota-ona qolamiz. Shunga biz mustabid ota-ona bo'lmaydi. Bolalarimizni xo'rlaydigan, shaxsiy mulkimiz qatorida ko'radigan, o'zimizning orzu-armonlarini tanadigan bolalarga men nima desam shuni qilasan, mening gapimsiz boshqa bir ish qilib qolsang, quloqingni kesaman, pochqangni chaqaman deydigan mandaqmi ota-ona bo'lmaslik kerak. Bolalarga ozroq qiliqi erkinlik, ya'ni erkinlik deganda axloqqa, e'tiqodga, qonunga uyg'un bo'lmagan jihatlardagi erkinlik emas, xarakterining erkin o'sib etilishi, o'zining o'y fikrini erkin o'tirib qo'yish, masalalarni yoqtiradigan, yoqtirmaydigan masalalarga nisbatan o'zini ifodalay oladigan shunday bolalar bo'lish kerak. Bunday erkinliklarni bo'g'ib qo'yib, maktabda o'qituvchining ko'ziga qarab, kechda kelganda ota-onaning ko'ziga qarab, bu bichora bola umr bo'yi haqning ko'ziga qaraydigan bunday ro'y qul odam bo'lib qolsa olmaydi. Uningda ozroq o'zini qadrlaydigan, hayotni qadrlaydigan, erkinlikni suydigan, haq-naq uchun kurash qiladigan, to'g'ri xato masalalarda o'tirib ko'krak kirib chiqaradigan muayyan bir haqqoniyat tuyg'usi, safa bo'lish kerak bolalarda. Shuning biz uni alaqi bo'g'ib, bolalarning erkinlik iddiasini, mustaqillik iddiasini, o'z-o'ziga xo'ja bo'lish iddiasini, o'zining hayotiga o'z ega bo'lish iddiasini bo'g'sa olmaydi. Men boya bir gapni dedim, alaq tug'ilgan kunni. Ash tug'ilgan kunni qilishdan ilgari bolalardan cho'qim maslahat olish kerak. Nurg'un ota-onalar bolalarning turmushida ba'zi ishlarni o'rinlashtiradigan vaqtda bolalarga maslahat sanmayli o'rinlashtirdim. Unda qilib o'tdim bolam, mundaq ishlarni qilib qo'ydim bolam deb. Bu ishingizning ko'pinchisi bolalarga qo'shiqish mumkin, ba'zilar faqat qo'shaqmaydi. Shunga mayli siz to'g'ri har qanday bir bolangizningki turmushdagi muhim ishni qildim deb o'ylang, oldindan bolangiz bilan maslahatlashing. Kechlik tomoq o'qishda menda shunday bir o'y va bolalarim, men shuni qilsam sizlarning to'g'rimi xatomi, bo'lamdi, bo'lmamdi deb maslahat qo'ysangiz, bolalar o'zining muhimligini, oiladagi barobar o'ringa erishayotganligini, ota-onasining nazarida hurmatlanayotganligini bildi. Boshqalarning yaxshi ko'radiganligini bilish bu bir taraf. Boshqalarning o'zini hurmatlayotganligini, o'zi bilan tang ko'rayotganligini his qilish bu yana bir muhim taraf. Shunga bolangizga nisbatan yaxshi ishni qilmoqchi bo'lsangizmi, shuningki ruxsat qiling. yoki shuning samiga saling, shuning bilan bir maslahatlashing. Mushundaq narsalarni bolalarda o'ziga bo'lgan ishonchni, xo'jayinlik tuyg'usini, o'zining hayotini o'zi muhim biladigan, o'zining fikrini o'zi muhim biladigan, barobar boshqalar bilan barobar o'rinda turishni biladigan bolalar bo'ldi. Bizning bolalarimiz pay degandek maktabda muallimdan qo'rqsa, kechda kelib ota-onadan qo'rqsa, oxirgi hisobda haqning topinni aylaydigan bir narsa bo'ldi. Nima qilamiz? O'zimizning bolasini yaxshi ko'radigan bolalarimizni undaq oqibat kirib tarqib. Shunga boshqalarning oldida tik tura oladigan, haq-naq uchun so'zlay oladigan, muhim paytlarda qurbon bera oladigan, muhim paytlarda manfaatlardan voz kecha oladigan, o'zining insoniy izzat, hurmat uchun kurash qila oladigan bundaq barlarni barliq keltirmay, atdigandan kech haqning ko'ziga mo'ldalab qarab turadigan bir ro'y qul tamaxur bichora avlodlarni barliq keltirish bu biz uchun aytganda bu haqorat emasmi? Ham cho'ng bir milliy mag'lubiyat emasmi? Shunga biz bolalarimizga nisbatan muayyan erkinlik beraylik. Muayyan bo'shliq beraylik. Ularga barobarlikning, erkinlikning, o'zini qadrlashning muhimligini his qildiraylik. Jafo mushaqqatni yengishning, qiyinchilikni yengishning, hayotdagi nurg'un haqiqatlarni boshdan kechirish orqali bilishning fursatini beraylik. Bundaq fursatlarni maktab berib olmaydi. Jamiyatni berib olmaydi. Shunga oila ma'rifi bizning hayotimizdagi intayin muhim bir milliy qurilishga aylandi. Biz ham hozir oila ma'rifidan iborat mushu ma'rifga ehtiyojimiz eng zo'r darajada tushgan bir davr turyapmiz. Biz gapimizning beshidan mushundaq degan, oxirisidan mushundaq demoqchi. Shunga bugungi mushu leksiyani men mushada oxirlashtirmoqchi. Hammamiz oiladan iborat mushu kichik birlikni millatning cho'ng qurilishi uchun xizmat qiladigan aktiv omilga aylantirish uchun kurash qilaylik. Rahmat.